Farzandlaringlarni salomatligi, xotirjamligi kerak qizlar. Har bitta narsaga asabiylashishinglar kerak emas qizlar. Shu. Men sizlarga bitta narsani aytaman. Quda andalarni oldida o'zingizni quda deb tutishingiz kerak. Ko'chada skromniy, o'zingizni og'ir vazmin tutishingiz kerak. Rahbarsiz, o'zingizni rahbar deb tutishingiz kerak. Onasiz, xullas har bitta bizda lavozim ko'p-da, qizlar juda ko'p. Har bitta ayolda aslida. Lekin yosh o'rtoqlaringlar bilan sizlar devichkasizlar. Ichinglardagi kichkina ichimdagi kichkina nazokat men yosh o'rtoqlarim bilan maza qilaman. O'rtoqlarim, quruqlarim juda ham ko'p emas, 3 ta quruqim bor. Mendan yosh ular. Men birpas shu qizlar bilan maza qilaman qizlar. Balki shuning uchun ham yosh ko'rinardirman. Ikkigan energiyam bo'lishi uchun men vaqtida salomatligimga e'tibor beraman. Bu degani men kasal bo'lishimdan oldin